Assalomu alaykum. Bugungi rasmiy diniy konuşmalardan keyin albatta dingizga bir chiqib kelishni ma'qul ko'rdik. Sal yoshlar o'ziga keladi degan. Juda din masalasi juda qiyin masala. Bu yerda bu haqda juda ko'p gap-angamalar bo'ldi. Albatta hozirgi islom dinimizdagi bir rasmiy din bor. Bu rasmiy din insonlarni nima deydi, bir islomni bir versiyasida ushlab turibdi xolos. O'sha narsani masjidga borsang ham eshitasan, molladan ham eshitasan, o'sha yerda namoz qilman degan boladan ham eshitasan, hammasidan eshitasan. İnson din masalasida hech o'ylanishni xohlamaydi. O'sha gaplariga qaraganda bu yerga yo o'rgangani kelishadi, yo o'rgatgani kelishadi dedi. Endi bu gapda albatta jon bor. Kimki o'rgangani kelsa, ulardan so'rab o'sha ular aytganini qilib ketaverish kerak deb o'ylasa kerak. Lekin bu yerdagi hojilarimizni, xo'jalarimizni bilganlari, bir narsa bilmaganlari o'zlariga yarasha albatta shu insonlar bir-biriga fikr almashsa, din masalasi juda ham muhim masala, insonni kelajagini hal qiladigan masala. Yo'q, siz biznikida emassiz, siz bilan gaplashadigan gapimiz yo'q deyish bu mutlaqo xato. Chunki juda ham katta xalqlar uzoq yillar mobaynida hech haq dinni taniy olmaganlar. Bu insoniyatning o'sha yillar mobaynida kuzatib kelayotgan falokat. Endi agar biz bir o'rtamga kelamiz desak, albatta yangitdan hamma narsalarni o'ylab ko'rish kerak. Ming yillab oldin yozib ketilgan, sen borib o'shalarni avval yozib qo'ygan, o'z yozuvchilarning yozgan narsasini o'qib, keyin bilan gaplashasan deyish menimcha noto'g'ri. Chunki u yozuvchilar u paytlari qanday bosimda yozgan, nimalar haqida yozgan, nima uchun unday yozgan haqida biz bilolmaymiz. Hozirgi paytda o'sha insonlar o'sha Qur'onni ham o'zlari o'qiy oladi, boshqa kitoblarni ham o'zlari o'qiy oladi va o'sha o'rtaga ayrim fikrlar chiqib kelyapti. Bu fikrlarni insonlar o'zlaricha inkor qila olmaydi. Sababi bular hammasi kerakli narsalar, insonning hayotini hal qiladigan narsalar. Ana shu narsalarda biroz gaplashib o'tgim keldi. Albatta bu ovozga sayga chiqishga majbur bo'ldim desam ham bo'ladi. Chunki bunday suhbatlar, yo'q men seni eshitmayman, sen ham meni eshitma, biz bir-birimizni tanimaymiz deyishlar bu aqlli inson, zakovatli inson degan nomga menimcha juda katta zarar. Shu tufayli men bu yerdagi izlanishlarni albatta davom etaman. Ya o'zimizni o'sha Allohning kitoblaridan, kalomlaridan, insoniyatdan, insoniyatning merosidan kelib chiqqan holdagi o'sha kecha gapirilgan tavhid masalalarida, iymon masalalarida qanday qilib jannatga tushish mumkinligi haqida biz hali batafsil gaplashamiz. Alloh albatta bu narsalarni qo'llab-quvvatlaydi deb hisoblayman. Chunki bu uzoq vaqtlardan beri tekshirib kelinayotgan narsa. Uzoq vaqtlardan beri biz shu diniy tortishmalar orasidamiz. Albatta o'sha tortishma emas, balkim o'zaro suhbatlashuv yoki kelishuv masalalari bo'lganda albatta boshqacharoq bo'lardi. Lekin hozircha ko'proq tortishmalar yuz beryapti. Bizni hech yaxshi narsalarga olib keladi deb o'ylamayman. Ammo vaqtlar o'zgaryapti, insonlar o'zgaryapti. Insonlar orasida o'sha dinga qarashlar ham o'zgaryapti. Umid qilamizki, vaqti kelganda bu narsalar o'zgarib, insonlar o'zlari tushunib yeta boshlaydilar va ayrim o'zgartirishlar majburiy ekanligini
va o'shani rasmiy dinlarga qarshi qo'yishga majbur bo'ladilar deb o'ylayman. Ammo buni qachon bo'ladi, buni biz bilolmaymiz. Shuning uchun har qanday din uchun kurashaman degan inson, o'zini jannatga erishish uchun kurashaman, Allohning roziligini olaman degan insonlar bunday qo'l siltash siyosati bilan shug'ullanishi kerak emas. Bu narsalarni oqibati aytganimdek yaxshi emas. Alloh rozi bo'lsin. Bizning suhbatimiz yana davom etadi deb o'ylayman. Hozir bu to'xtatib boshqasini yozishni boshlaymiz. Albatta qanday bo'ladi bilmadim. Tovush masalasi, chunki kemada ketyapmiz. Tovush to'lqin